Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan O'zbek Telekom tomonidan berilgan Wi-Fi routerni IP telefoniya xizmatini qanday qilib sozlash haqida qisqacha videorolik qilib beraman, tushuntirishga harakat qilaman. Demak, birinchi qiladigan ishimiz rasmda ko'rsatib o'tilgan modelni orqasini ochamiz. Orqasini ochganimizda orqa tarafini ko'targanimizda ana o'sha yerda IP adresimiz bor. 192 nuqta deb boshlanadigan o'sha IP adresda biz shu Google Chrome brauzerga kirib yozamiz. 192.168.100.1 va enter tugmasini bossak ekranga mana bunday oyna hosil bo'ladi. Ya'ni o'sha Wi-Fi routerning nastroykasi oynasi hosil bo'ladi, sozlash oynasi. Bu yerga biz username'ga telekom admin deb yozamiz. Paroliga esa shuning teskarisini, ya'ni admin telekom deb. Deyarli barcha routerlarda mana shu login va parol qayd etilgan. Keyin loginni bosamiz, ichkariga kiramiz konfiguratsiyasiga. Birinchi qiladigan ishimiz mana bu yerda oyna hosil bo'ldi. Oyna hosil bo'lgandan keyin advanced degan bo'limga o'tamiz biz. Birinchi qiladigan ishim shu WAN bo'limida mana new degan, ya'ni yangi degan nima ochiladi, bo'lim ochiladi. Menda bu bor, o'shaning uchun ham qaytadan ko'rsataman. WAN bo'limi ochilgandan so'ng mana bunday oyna hosil bo'ladi. Xo'p, endi qiladigan ishimiz WAN bo'limini ochganimizdan keyin mana pitichkani yoqib qo'yamiz. PPO deb turmaydi, IPO deb pitichkani bosamiz. IP tur o'zi turaveradi, bu ham route 1 ham turaveradi. Mana bu servis type'ga internet deyilgan, biz internet qo'ymaymiz, unga VoIP deb qo'yamiz. Ya'ni biz IP telefonni uстановка qilishimiz uchun VoIP da turish kerak. VoIP ni bosamiz. Mana bunday qilib bulan ID ga 215 kiritiladi. Keyin bular o'zida turaveradi. Keyin mana bu yerga degan joyga 1500 kiritib qo'yamiz. 1500 kiritib qo'yamiz. Endi pastga o'tamiz. IP information deganda mana yerda DHCP deb turibdi. Biz uni statikka o'zgartiramiz. Mana bunday qilib bosamiz. Enable net degan pitichkasini belgilaymiz. Qiladigan ishimiz esa mana bu IP adreslar. Bu IP adresini o'zingiz ola olmaysiz. Sababi bu IP adreslar o'sha sizga xizmat qilayotgan O'zbek Telekom filialiga borib murojaat qilasiz va ular sizga beradi. Mana IP adres, men endi murojaat qilib olib kelganim uchun ham bu IP adreslarini bilaman. Masalan, IP adresingizni kiritadi. Bizda masalan 10.17.232.175 subnet maska esa biz 255.255.255.0 kiritamiz. Default gateway ga boyaga buni ham sizga berishadi. 10.17.232.1 qolgani o'zida qolaveradi. Keyin qiladigan ishimiz esa bu Apple ni bosamiz. Apple ID bosganimizdan keyin bu saqlanib bo'ladi, o'zi avtomatik tarzda saqlanib bo'ladi. Biz yana bu oynaga o'tamiz. Mana bu oynaga o'tgandan keyin voice degan joyi bor, mana bo'limi. Shunda voice based bir marta bosib olamiz va ekranga quyidagi oyna hosil bo'ladi. Mana bunday. Bu oynalarga teginmaymiz. Qanday bo'lsa o'shani turaveradi. Faqat mana bu yerda address of the primary proxy server degan joyga boyagi O'zbek Telekomga borganingizda sizga berilgan server raqami bo'ladi. Mana shunday qilib bu yerda o'shani kiritasiz. Men masalan hozir kiritib qo'yganman, 10.10.130 qilib kiritganman. Mana shu yerni to'ldirasiz. To'ldirganingizdan keyin bu yoqlarni to'ldirish shart emas, pastga qarab o'taveramiz va mana bu yerda pitichkada sizlarda hech narsa bo'lmaydi. Bu yerda biz mana bir xillarda 3 bo'ladi, bir xillarda 2 VoIP degan bo'ladi. O'shani ikkalasini ham to'g'rilaymiz. Keyingisi region degan joyga O'zbekistonni bosamiz. Topib O'zbekistonni bosganimizdan keyin quyidagi oyna hosil bo'ladi. Mana shu oyna hosil bo'lgandan keyin mana shu new ni bir marta bossangiz mana bunday oyna hosil bo'ladi. Mana enable user degan joyni pitichkani belgilaymiz. URI degan joyiga
buni ham sizga boyagi Uztelekom filiali tomonidan beriladi. Kichkina harf bilan SIP deb yozamiz, 2 nuqta qo'yamiz. Keyin berilgan raqamlarni yozib chiqamiz. Masalan, telefon raqamingizning bosh harfi, masalan 72 200 masalan 15 38 masalan telefon raqamingiz kiritiladi. Masalan 72 bo'lsa, masalan 220 masalan 0202 bo'ladigan bo'lsa, undan so'ng esa kuchukcha keyin boyagi berilgan IP adresingiz va proxy server o'shani yozasiz. 10.10.10.130 qilasiz. Keyin ikkinchisi registratsiya nomer degan joyga esa telefon raqamingizni yozasiz. 998 dan boshlaydi, boyagi 72 220 masalan 0202. Podsportga esa 1 deb yozib qo'yasiz. Authentication user nomiga ham boyagi telefon raqamingizni yozasiz. Ya'ni 72 220 0202 qilib. Password, ya'ni parolga esa kichkina harf bilan ZT deb yoziladi. Endi bizda ZT qolgan anolarda provayderlar o'sha O'zbek Telekom filialiga borib aytsangiz, ular o'zining parollarini aytadi, qanaqa ekanligini va uni bemalol kiritib bo'lganidan so'ng mana apply degan tugma bor, bosasiz. Bosganingizdan keyin bu avtomatik saqlanib bo'ladi. Va telefonimiz ishlashni boshlaydi. Hammalaringizga rahmat. Foydamiz tekkan bo'lsa, xursand bo'lamiz.